Assalomu alaykum hammaga. Bugun Chirchiq shahar 3-mikrorayon 20-maktabga o'rnatilgan individual teploy punktimizga davriy xizmat ko'rsatish bo'yicha qisqacha videorolik olmoqchimiz. Xo'p, demak bu maktabga o'rnatilgan ITPimiz otopleniyasi, ya'ni isitish tizimi quvvati 570 kW, issiq suv tizimniki esa 250 kWli ITP o'rnatilgan. Demak, bu quvvatimiz katta quvvatli ITPlar sinfiga kiradi. Shundan kelib chiqqan holatda GVSimiz ikki pog'onali, ya'ni duxpenchli teplomenliklardan foydalanilgan holda o'rnatilgan ITPimiz. Xo'p, hozirgi ITPimiz otopleniyasi letniy rejimga o'tkazilgan. Otopleniya qismi ishlamayapti. Hozir faqat issiq suv GVS tizimi foydalanilmoqda. Xo'p, demak, shu holatda biz yozgi rejimga bu yerda davriy xizmat ko'rsatib o'tamiz. Ya'ni bu yerda polni umumiy, demak, filtrlar tozalaymiz. Har bitta kranlar yana bir marta ochib, yopilib, demak, ITPga xizmat ko'rsatamiz. Xo'p, birinchi navbatda biz umumiy tizimni elektr tarmog'idan uzamiz. Shu orqali demak, har ehtimol qarshi har bitta avtomatlarni ham o'chirib qo'yamiz. Lekin bu demak, avtomatlarda holati har bitta avtomat yoki yurishni rejimdaligiga e'tibor bergan holatda, uni eslab qolgan holatda qilinishi kerak. Agar bu narsa eslab qolinmaydigan yoki kerakli mutaxassis bo'lmaydigan vaqtda faqat umumiy glavniy trassadan kelayotgan elektr pitaniyani o'zini o'chirish yetarli hisoblanadi. Qolgan nastroykalar buzilib ketishi mumkin. O'shaning uchun hozir har ehtimol qarshi hamma tizimlar tokdan uzildi, avtomat. Keyin mana bu GVS tizimiga boshlaymiz, xudo xolasa. Birinchi navbatda masterimiz Fazliddin, demak, sistemani birinchi suvdan bo'shatadi. Ya'ni birinchi oldin kranlar yopiladi, har bitta kran, ichki va trassa tarmoqlari yopiladi. Hozir biz demak issiq suv tizimini resirkulyatsiya quvur liniyasi kranlari yopildi va resirkulyatsiya tizimiga o'rnatilgan filtrdan foydalanib filtrni tozalaymiz. Xo'p, manometrdan kranni ochib yorsangiz. Mana tizim sekin bo'shatilmoqda. Demak, ITP o'rnatilgan xonaga e'tibor berishimiz kerak. Demak, har bitta xonada bu yerda drenajli yamalarimiz bor. Ya'ni tizimga davriy xizmat ko'rsatish yoki mabodo texnik nosozlik bo'lgan holatlarda tizimdan suvsiz chiqqan holatda suvni bir joyga to'plash uchun yamalar o'rnatilgan bo'lishi kerak bo'ladi. Demak, bu reglament bo'yicha yoki demak ITPni xizmat ko'rsatish yo'riqnomasiga ko'ra, demak, har bitta ITPga bir yilda bir marta kamida texnik xizmat ko'rsatish kerak bo'ladi. Ya'ni davriy obslujeniya qilinishi kerak bo'ladi. Ya'ni bunda har bitta kranlar bir marta ochilib yopilishi kerak bo'ladi, filtrlar tozalanishi kerak bo'ladi. Demak, bu filtrimiz, deyarli filtrimiz, sechitli filtrimiz mana shunaqa zanglamaydigan po'latdan tayyorlangan filtrdan bo'lishi kerak bo'ladi. Mana ichiga e'tibor bersangiz, mana shunaqa musorlar kelib to'xtanib qolgan, ushlab qolgan musorlarni. Ya'ni buni tozalab yuborishimiz kerak bo'ladi. Hozir yuvib kelindi, yana ham o'zi shotkalar bilan tozalanib, har bitta anaqalari qo'riladi. Demak, lekin musorlar tozalandi. Yana buni joyiga yana bitta e'tibor berish kerak bo'ladi. Mana bu prokladkalari holatiga
salniklari. Keyin filtrni ichiga bir qarash kerak bo'ladi. Filtrni ichiga hech narsa turib qolmagan. Demak, yaxshi. Bu yerda filtrni ichida turib qoladigan, to'planib qolgan hech narsa yo'q. Demak, buni joyiga qotirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Hozir buni salniklar, prokladkalari yaxshi holatda. Agar zararlangan prokladkalar bo'ladigan bo'lsa, uni almashtirishimiz kerak bo'ladi bu jarayonni o'zida. Xo'p, shu zaylda sekin hamma sistema, demak, ochilgan kranlar yopiladi. Hozir ochmay turing, bu yoqda yopib olsin. Mana shunaqa agar kranlar bir yilda bir marta kamida bir marta ochilib yopilib turmaydigan bo'lsa, mana shunaqa kranlar ochilib yopilishida qiyinchilik to'g'ri kelib qoladi, qotib qolishi mumkin bo'ladi. Sekin sekin sistema to'ldiriladi. Ana. Demak, bu resirkulyatsiya tizimidagi filtr tozalandi. Endi keyingi filtrimiz demak, sovuq suv tizimidan kelayotgan filtrimiz hisoblanadi. Bu tizimni ham butunlay tarmoqdan o'chiramiz. Demak, bu yoqda ham kranimiz bor, zaxira kranimiz asosiy, o'shanisini yopgan holatda. Demak, kranni har bittasi ochilib yopilishiga e'tibor berish kerak. Keyin kranni ruchkasi to'liq ochilishi kerak yoki keyin to'liq yopilishi kerak. Hech qanaqa mana bunaqa yarim holatda qoldirib ketilishi kerak emas, chunki buni bu sharovoy tipdagi kranlar hisoblanadi. Bu sharovoy kranlar oxirigacha yopilmasa yo oxirigacha ochilmasa, chekka qismlari nisbatan zanglab korroziyaga uchrashi mumkin. O'shanda bu yopilish ochilishiga xalaqit berib qoladi. O'shanda butunlay to'liq 100% yopilmay qolishi mumkin. Bu esa suv o'tkazib yuborish ehtimolini oshiradi. O'shaning uchun buni qanaqa 100% ochilgan yoki yopilganligini, demak, bu quvur liniyasiga to'liq perpendikulyar 90 gradus holatda tursa, demak, to'liq yopilgan deb hisoblash mumkin yoki parallel tursa, xuddi bu holatda turadigan bo'lsa, 100% ochiq holatda ko'rilishi mumkin. Bular demak, zaporniy armatura, ya'ni yopuvchi qismlar hisoblanadi. O'shaning uchun bular faqat 100% holatda ochiq yoki 100% holatda yopiq turilishi kerak. Hech qanaqa reguliruющий, ya'ni muvofiqlashtiruvchi klapan sifatida foydalanish mumkin emas bu kranlar. Xo'p, bu demak, sovuq suv liniyani yopildi. Demak, u kranni ham yopib o'rsangiz. Unisini ochamiz, bunisini yopib, keyin buni yopib, bu yoqdan drenajni sistemasidan chiqarib yuboramiz suvni. Ana yopildi bu. Xo'p, bu yer yopildi. Endi bu yerdan baxtiyor aka, mana shu yerdan silib qo'yib yuboraylik. Ba'zan mana shunaqa qiyin vaziyatlarda ishlashga to'g'ri keladi, chunki baribir kompaktniy dizayn bo'lgandan keyin shunga majbur bo'ladi. Xo'p. O manometrdan trubkasini ochib o'rsangiz, sistemadan suv bo'shashi osonroq bo'ladi. Bo'ldi, endi teplamenlikdagi suv sekin chiqib oladi. U suvni oppoq chiqishini teplamenlikdagi nakiblar chiqyapti hozir endi. Xo'p, demak, bu filtrlarimiz davriy tekshirilib, mana shunaqa tozalanib turilmasa, bu yerda musorlar to'lib qolib, sistemada suv sirkulyatsiyasi, suv harakatlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu esa
demak foydalanuvchi uchun ne komfort, ne noqulaylik tug'dirishi mumkin. Hamda esa bu demak energiyadan maksimalniy foydalanish ehtimolini kamaytiradi. Demak, filtrimiz mana shunaqa holatga kelgan уже. Demak, to'lib, hozir ochilganda o'zi mana orasiga to'lgan qattiq to'planib qolgan jismlar o'zi oqib tushib ketdi. Hozir endi уже mana bunaqa loyqa, quyqa holati bilan to'lib qolgan. Buni ham tezda yuvib, tozalab qo'yib yuborishimiz kerak. Demak, filtrni boshqa bu tomonlarda, bu tomonda qattiq hech narsa turib qolgan narsa yo'qmi? Tekshirib ko'rsangiz. Bo'ldi, demak, yaxshi. Demak, o'zi aslida shotkalab tozalab olinishi kerak edi. Shu zaylda birim maketin har bitta tizimdagi filtrlar sekin tozalanib olinadi. Va tizimdagi har bitta kranlar mana shunaqa ochilib yopilishi kerak kamida mana shunaqa. Bo'lmasam demak ishchi faoliyatiga yomon ta'sir qiladi bu narsa. Xo'p, demak buni ochib bo'lmaydi, chunki bu yerda pustoy turibdi. Buni ochsa davleniyada suv chiqib ketishi mumkin. O'shaning uchun ochilmaydi bu. Ishchi elementlar turmagan qismlari. Har bitta kran mana shunaqa kamida bir marta ochilib, yopilib, o'ynatilishi kerak bo'ladi. Xo'p, filtrlar o'zi har kamida 1 yilda bir marta davriy tekshirilishi kerak bo'ladi, davriy xizmat ko'rsatilishi kerak bo'ladi. Agar lekin mabodo bundan oldin ham filtrlar to'lib qolishi mumkin, chunki bu yerda bo'lib bo'lmaydi. Sovuq suv tizimidan yoki trassadan kelayotgan suvlarda qandaydir musorlar tushib qolishi mumkin. O'shalar ham to'g'ri kelib, mana bu bizning filtrga ushlanib qoladi. Buni qayerdan bilamiz? Ya'ni filtrdan oldin va filtrdan keyin bizda manometrlar bor. Mana filtrdan oldingi manometrimiz va filtrdan keyingi manometrimiz. Demak, bu yerda to'lganligini qayerdan bilamiz? Demak, filtrdan oldingi manometrimiz demak bosimi yuqori, filtrdan keyingi esa turgan manometrda esa bosimi juda past bo'ladigan bo'lsa, orasidagi farqi juda katta bo'ladigan bo'lsa, demak bundan bilishimiz mumkinki, filtrimizga musor to'lgan bo'lishi mumkin. O'shanday davriy xizmat ko'rsatish vaqti yetib kelmagan bo'lsa ham ochib tozalab yuborilishi kerak bo'ladi. Demak, ochilgan kranlarni sekin yopamiz, ya'ni slivning qismlarini. Hozir yopildi, demak, sekin, demak, u kranimiz ochiq. Sekin resirkulyatsiyani ochamiz, chunki davleniyamiz demak, u kranlar ochildi, demak, bunisi ochildi. Demak, bu yerda sekin ochish kerak, chunki birdaniga mana shunaqa havo chiqarib olish kerak bo'ladi sistemadan. Ana.
Xo'p, demak, sistema to'lgandan keyin kranni 100% to'liq ochib qo'yamiz. Demak, GVS tizimidagi asosiy filtrlarni tekshiruvdan ko'zdan kechirdik. Demak, holati yaxshi, unchalik yomon emas. Musorlarni qilib qolib, tizim effektivligiga salbiy ta'sir qiladigan darajada emas. Va shu ketma-ketlikda endi akalar har bitta kranlarni mana shunaqa bir marta ochib yopib aniq qilishimiz kerak bo'ladi. Ana. Hop. Demak, bu jarayonlarimiz baribir kuch talab qiladi. O'shaning uchun ham asosan bu masterlik va bu xizmat ko'rsatish jarayonlariga asosan erkak kishilar ishga olinadi. Baribir fiziki kuch talab qilinadi bu narsalarga. Xo'p, har bitta kran mana shunaqa ketma-ketlikda ochilib yopiladi va har bitta mana bu отопление tizimidagi demak filtrlar ham ochilib yopilib xizmat ko'rsatilishi kerak. Ya'ni endi bu отопление tizimini demak filtrga boradigan va filtrdan keladigan kranlarni yopamiz. Demak, bu hozir bizda подпитка uzeli, ya'ni to'yintiruvchi, tizimni ichki tizimni to'yintiruvchi uzel hisoblanadi. Bu yerda o'z navbatda hisoblagich, suv hisoblagichi, filtr hisoblagichdan oldin va ichki avtomatika tizimlari. Demak, bu yerda kranlarni yopdik. Sekin mana tizimdan sistemani bo'shatib yuboramiz. Suv o'zi turib qo'ygan, mana shunaqa qop-qora quyqa hosil qilib qo'ygan. Tuk o'rnasida olib bitta ko'rsatsak. Demak, bu yerda ham baribir musorlar bor. Mana cho'kinda musorlar. Lekin baribir nisbatan toza. Demak, bu o'tgan yili xuddi yozda tozalangan bo'lsa, hozir endi mana shunaqa tozalash davrida bu yaxshi natija. Demak, tizimdagi suv, demak bu kotelniy tizimidan kelayotgan quvur tizimidan olinadi, ichki tizimda to'ldirish uchun. Demak, suv tozalangan, holati yaxshi, sifati ham yaxshi. Joyiga qo'yib qo'ysak, qotirib qo'ysak.